Assalomu alaykum rahmatulloh. Masjidul Harom Ka'bani to'g'risidagi targ'ib sentrlar binolar oldidagi masjidda hozir iftorlikka tayyorgarlik etishyapti. Hamma mana shu yerda o'tirib ko'rishadi. Odam ko'pligini. Assalomu alaykum. O'zimizdagi oshlarga hali ancha bor, ha? Ha, bu. Nima deysiz? Nima gap? Assalomu alaykum. Ichkari Ka'ba oldiy soatni ichib. Nima bilan rasmlashadi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Olasizmi? Mana o'rtoqlar, biz qayerga keldik? Makkadamiz. Barajli xo'rlikka keldik. O'lib turibmiz. Mana bu birodarimiz. Bu yoqqa keldi. Bo'lmog'im marojniy ishga keldik hozir biz. Mana bu yoqqa. Yangi birodarimiz. Mana yangi birodarimiz. Mana Bekzod bugun safimizga qo'shildi. Bu yoqqa. Bu bizning oilaviy YouTube kanalimiz bor. O'shanga qo'yamiz. Marojniy ishga keldik hozir. Makkadamiz. Alhamdulillah. Ana.